Assalomu alaykum do'stlar. Kitayskiy radiator bu, kichikroq yasalgan rossiyskiy KAMAZ, voyenniy KAMAZga tushmayapti. Chiqadigan turtkalarni ham o'zgartirib tashlash kerak ama. Yangi radiator bo'ldi bu. Voyenniy radiator. Bir yop tashlayman buni. Qani ishlarga kechasi. Mana shularga moslash kerak bo'ldi buni. Degan to'zi. Mana hozir ana bu o'zim korpusi. O'zim tushmaydi. Mana Kitayskiy radiatorda rossiyskiy aylantirdik. O'zini korpusiga tiqdik-da matn.